Tishdingmi senlar? Mana ham tishdi Samar. Sarxon Samar. Senataga kelganman, senataga. Qo'yaver. Oling mana. Hamma narsani kirasiga oling, videoga oling. O'zingiz ham bilib turibsiz, mana bu yerda bo'ladi, qochoq bu yerda chiqmaydi. Erta ham chiqmaydi. Telefon nimada ba'zida Yana bir marta aytaman. O'rnatilgan taqdirda mana bizdan turib aka, betib turganlar bor, hammasi endi ishdan chiqib uyga ketyapti. Ertalab bog'ning ishiga boradi. Nechta boradi ishga? Men 8-9 da boraman. Ha biz 10 dan ketamiz aka. Biz ishdagi muammolar, u ishdagi muammolar. Okeylar, mana bunaqa narsa. Biz ishdamiz, rayondamiz. Sizni ishingiz, meni ham ishim shu sohada. O'shancha ishni aloqalashtirmangda. Ish vaqtida meni ishxonamga bora olasizmi? O'zingiz ishingiz bilan. O'zim uchun kerak bo'lsa boraman. Qanaqa qilib? O'zim uchun Xizmat kerak. vazifasida yurganinglarda o'zingizlar shaxsiy ishlarni qilib yuraverasizlar deyman. Yo'q. Vaqt bo'ladi, dam olish kuni bo'ladi. Aka, dam olish kuni yo'q bizda. Nega 24 soat? Yo'q, gazga to'layapmiz, svetga to'layapmiz, radarga to'layapmiz. E'tirozinglar bo'lsa, mana murojaat qilinglar aka. Elektronli murojaat qilsa ham bo'ladi uydan turib. Har xil vaziyat bor. Aka, bo'lsa shoshib qo'yish mumkin aka. Ishlating. Har xil vaziyat bo'lsa shoshib qo'yish mumkin ona, to'g'rimi? Mana skoriy bo'ladigan bo'lsa, Sinamni olib borasiz. Aka, skoriy chaqirsangiz kamida 20 minutga yetib keladi. Kamida. Undan oldin bir chiqadi. Radar ishlating, men jentinam 130 yuramiz, ey. Sinamni olasiz. Keyin shtrafga qo'yishib olib borasiz mana buni. Hozir bitta narsa, bitta gap. Hammasini tugasi kerak. qonun qoidasi, tartibi, murojaat qilish bor. Eshitmadingiz-da, aka. Hozir mana xodimlar bilan gaplashyapmiz, fuqarolar ikkovimiz. Biz bu narsani prezidentimiz qarorlari bilan ani xullas qarori sizlar bilasizlar-da. Men dehqonchasiga tushuntirganda bu radar uskunalarida mana bunaqa nurtalo'sh chiroqlari, bir balo narsalari bo'lishi kerak deganda, endi bu aka aytayotdilar, qonundan lazika topyaptilar-da, bu mashinada turibdimi deyaptilar, multi radarmi bu deyaptilar, трехножки bu deyaptilar. Endi ya aka eshittirib olgacha. Endi hozir mana qo'limizda naqshdami kelyapti, Allohga solib ketish kerak bo'ldi. Dab to'y olmaymiz mana bungacha, hozirmi? To'y olmaymiz, buligan, mana ham to'y olmaymiz. Haqqimiz yo'q qonundan. Allohga solib qo'yish kerak. Oxiratda so'rab olinadi. Kim kimni yoqasidan oladi, kim kimdan so'rab oladi. Hamma o'sha yerda bilib so'rab oladi. Eng yaxshisi, hozir qo'limizda naqshdami kelmaydimi? Qonun chiqarib qo'yilganmi? Bo'ysunish kerak. Bu boshidan ham aytayapman. Bu xodim prosta boshida qilgan xatolari. Korotchi, mana bodi kameramiz zaryadkasi tugab qolgan dedilar, bo'ldi. Mana shu xatolari bo'ldi. Men yoqmayman dedilar. Zaryadkaga qo'ying, davlat meni ta'minlamagan, korotchi yoqmayman dedilar. Bo'ldi. Mana shu. Shundan keyin noqonuniy deb bilib Shaxsiy nomer berib. Okey, eshittiring. O'rtacha hammani yig'ib olib, xodimga gapirgan gapini muhokama qilmaydi siz. Men yig'ib olganim yo'q. Mana hozir kamera yo'q, xodimga gapirgan muhokama qilmaydi. Mana rahbari kelgan, rahbariga aslobini aytsangiz, rahbarlar qayga javob bera olmayapti. Okey, bo'lmasa mana shu radardan o'zlarini mashinalarga o'tsinlar, bir zotda. Eshitding aka? Qaysi olingiz oldi? Mana top bera olmayapti. Bir-biriga mos kelyapti. Nega? Mana men murojaat qilishmoqchimsiz. Bu aka bog'liyor tesiz bo'lmas shunday. Ozgina qo'shtiringlar. Aka, bu yoq tegadi ekan. Ha, bilmas ekansiz. Seriya nomeri 00 dan boshlangan. Unaqa nomer yo'q. Dokumentlarni to'g'riganamiga. S000 hammasi 5075 ekan. Oxiri 75 ekan. Bo'ldi, seriyalarni olib chiqaman. Bu shunga olam ulusdan, ha. Murojaatlar Keling aka. Keling. Ana ya bo'ldi. Faqat qarab turing. Tushib ketmasin, tegmaz zarur. Ishni olib tursam maylimi? 5.075 ekan. Aka, bu buniki emas. Modeli Avtocom SKS. Bu SKM. Bu buniki emas aka. Mana bitta isbot mana. Katta yarki isbot Avtocom SKS. Bu yerda M turibdi modeli. Versiya nomi. Buniki emas aka bu. keling. Radar shu moslamasini bergan. Buniki emas.
Men isbotladim aka, mana keling. Bir minut, berdim bilan o'zi iltimos qo'lingizni olib turing. To'rvasini xodim ko'rvosin. Bo'ldi, mana. Xodim ko'rvosin. Yaxshi, qo'lingizni olib turing, aka. Oxirgi 4 ta raqami nechi ekan? 0075. 0070. To'ppa-to'p. Ko'taringlar-da, 0008. taylarni ko'ringlar. Bu universaldir-da, bu ko'p xalq tushunadimi buni? Universal shablonda, to'g'rimi aka? Kechirasiz. Yo, adashib ketdingmi? Tushunmovchilik. Men lekin bu yerda 0075 umuman olmayman. Aka, fanar tushib turing, bilsa fanar tushing aka. Mana versiyasi. Ya'ni boshlu mana javob beradi savolinglarga deyapti. Shuna javob bera olinglarmi? Brat, Hozir aka, bir minut. просто siz ham boshingizga qotiring, o'shalarni chaqiraylik, javobini bersinlar. Sho'pir ham qayt kelganda yolg'on gapiradi deb nima deysiz ekan? Nima? Sho'pir yolg'on gapirsa, misol uchun, lekin o'zingiz ham yolg'on gapirasiz. Serining nomeri bor ekan, naqaddan bilaman. Oldin bor ekan. Chipingiz qo'yilgan. Hozir yo'q. Aka, Nima qilasiz siz ham o'zingiz ham yolg'on gapirasiz. Sho'pir yolg'on gapirsa, qanaqa yolg'on gapirdim? Serining nomeri yo'q dedingiz buni. Serining nomeri mana yozib bo'lardi dedim. Yo'q, yo'qmi? Qachonlardir bo'lardi, millat avvalgi paytlarda deysiz. Hozir ikkinchi programma qilib qo'ygan dedingiz. Programma qilingandi. O'shanga Qarab qarab nomeri bor ekan-ku. davlat o'z Sho'pir agar sal anaqa qilsa, voy ustidan chiqib olib, anu Men sizga yolg'on gapirmadim. QR-kodi ham bor ekan, QR-kodi ham. serining nomeri yo'q dedingiz. Serining nomerini men ko'rmayapman, topolmayapman. Mana qani? Oldin bo'lardi, hozir yo'q dedingiz. Qani